Yaxşı qızlar, müşatana xeyirli olsun. Bugün sizlarga shu odatdagi turmush yo'llarimni ham, shu to'y-to'kin so'rovlarimni o'qib ketadigan, shunchalik bir ro'chqon jonli bir keldim qizlar. Shunchalik oson sho'lashqa yaxshi o'yinlashlarini umid qilaman. Eng avval biz yuzimizga suv berib shunaqo dijon qilishdan burun, sheklim bo'lsa qizlar shu chehrining boshi kongusi. Boshi konguni berayotgandan keyin qizlar, anadagi shu yuzimizga boshi konguni azroq sindirib o'tamiz. Sindirib o'tgandan keyin bizning fanshayimiz sökemiz. Bu fanshayni odatda endi qish yoz bo'lsin, cho'qqum sökab odatlanan qizlar. Bu fanshay degan narsa intayin muhim narsa. Bu shu qurvoq yerga qizlar, yuzinglar fanshay sökishni qattiq intiqamanglar. Fanshaylarimiz sökab bo'lgandan keyin qizlar turgan ishlatgan men bo'lib qolsam shu chehrining yangi xotirasini men ishlatim qizlar. Mayni ishlatishdan burun avval qo'limizga shunday chiqib chiqarib olgandan keyin qo'limizdan shunday holatda yeytib, andan keyin yuzimizning ichidan teshtirib sökamiz. Andan keyin shu burnlarni chiqarib kafim bo'lib qolgan qizlar, mush mayni burnlarni chiqarib ham shunday cho'g'ich orqali sindirsanglar bo'ldi. Anadaki biz filan şalq bo'lgandan keyin qizlar shu cho'shag'ini ichidagi axirani ilib, men jung tilan qilamiz. Bu men jung tilan qilamiz degan vaqtda, masalan, ba'zi qizlarning mavu Legos deymiz, aka shu falimiz deymiz. Shunday yerlar bir xil chunqur bo'luvchi, shunday yerlarga tilan qilgan vaqtlarda shu o'shachi bo'lib ketgan yerlarni ko'tirib berdi. Bu men holatda ko'tirib berdi. Shunlashqa girmanglar, bunda jung holatda bir xil pakiz, bir xil ko'tirmalar, pakiz chiroyli holatda chiqdi. Anadaki shunday bulutda mush atrofiga shunday holatda yeni ko'rish holatda sindirasanglar bo'ldi. Andan keyin biz bugun o'xshashlar shu chehrining 2 numaralı o'qib ishlatamiz qizlar. Bu film bir işletme vaqtida avval bana sökep, anken kulağına sökep keyin yüzüne biranlar. Qaşım şuna çok bolsa avval qışınlarni alıp süpürüp algandan keyin, çünkü endi bu may bəygəndən keyin qışımızdan may turuladigan ahvollar buldu. Mayni berib algandan keyin qızlar. Mana o'xshash bir xil manda odatda chiqqan cho'tini ilib, mana mayfin qasız qat uxmaydigan qizlar, cho'q mana mayfin ishlatganlar, qashqalar ishlatmaydigan degan qizlar. Mayfin ishlatgan marani ilib, shu odatdan quyrug'ini, mana o'xshash qishning uchi bor, lekin quyrug'i yo'q. Ma quyrug'ining uchi yo'q qizlar, quyrug'ini sizib chiqarib olsanglar bo'ldi. Shunda holatda quyrug'ini sizib chiqarib olamiz. Qizlar andan keyin shu qishimizni sizib chiqarib olgandan keyin ma'mura mega tadliq kremdan qilgan vaqtlarda bir xil seriq kremiga ishlasanglar bo'ladi. Odatda kremlarni masalan, umijon to'ylab olganda qolsanglar bir xil bek seriq emas, mana o'xshash bir kremigalarni ishlasanglar bo'ladi. Andan keyin qizlar bizning sho'rum bo'lsin. Izchil menda bu sho'rum so'rayotgan qizlar cho'qqimdan diqqat qilib ko'rsangiz bo'ladi. Sho'rumdan shuna sho'rum ishlasanglar bo'ladi. Qizlar buning ichida mashkaranda asosan shu burnimizning shaklisini alki maranda tiyan qilsanglar, yagon anki maranda tiyan qilsanglar ham bo'ladi. Eng avval biz marani ilib, mushunaq bir cho'tkala. Alki shu qishimizning osti burnimizning yerdan mushunaq holatda tushasanglar bo'ladi. Mezmi o'xshash. Andan buni ichi tarafga ishtagan holatda past qilib tushiramiz. Yani o'xshashlar mushlarni ilib, buni ichini. Ichi tarafga shunday holatda. Anadagi men o'tirda yana bir sizoq bor. Mana qizlar, mana shu sho'rumni kutib bo'lgan vaqtda shunaqa qo'y. Andan keyin biz yana bir dash shozmanda bir xil shozni ilib, mana tilan ilib shu. Mishani andan keyin burnimizning uchini, burnimizning ustilarini, aykin ko'zimizning old taraflarini tilan qilib olamiz. Ko'z sizdigan vaqtda, shu yangi kelgan vaqtda ishlatgan bo'lsa, mana ultralikning, mana yangi pasli aykin shunday bir 4 dash shoz bo'lsam, kutib qizlar ko'ramiz. Birinchi bo'lib mana shozni bir ilib, andan keyin mana oxirida qizlar qopqimizning ham yeriga berib olamiz. Andan keyin yana bir dash shozni ilib, mana seriqlarni olamiz. Mana seriqlarni ilib, orqa tarafdan old tarafga qarab yuran qilib olamiz qizlar. Arqadan old tarafga ketmoq qizlar. Agar o'xshashlar mana bu sharjerimizni siz olamiz shunda. Shunda holatga kelgandan keyin qizlar yana bir dash cho'tkimizni ilib, mana bu qiynoqlarni olamiz. Qiynoqlarni olgandan keyin shu quyruqimizni siz olamiz. Quyruq bilan bersizlar qizlar buni. Shunda holatda chiqib bo'ldi qizlar. Agar ko'zimizning ostiga ham shu. Shunda holatda chiqib bo'lgandan keyin, andan keyin mana bu oxirgi paqiriqni ilib, qopqimizga mana o'tirib berib olamiz. Andan keyin mana asliga o'sanga mazraf beramiz. Andan qizlar bizning ko'zgirimiz tutgandan keyin o'san kelib shunaqa o'sanni mana qizlar mana ilib, o'san olib mushtal ko'rsam olam chiqdi deb shedim. Shunda qilib bir siz o'san olib tutdi degan gap. Andan keyin qizlar mana dash cho'tkani birini eplam, mana qarirani eplam. Mishadilamiga azraqlam, sharjerimizni sizib olamiz. Mana shunday qilib chiqib bo'ldi. Ko'zdan bo'lib bir xil 4 jaza olib chiqdi shunaqa qizlar. Bizning ko'zgirimiz asosan bo'lgandan keyin biz shu yolg'on gap chaplashga shunaqa qizlar. Yolg'on gap chaplashdan burun avval kirpiganlarni ilib yo'ninglar. Kirpiganlarni ilib olib, andan keyin loqdan berib olgandan keyin, andan keyin jajimo chaplasanlar. Asli chaplamsiz va yoki kuchli chaplamsiz unda bir xil jaj qilmaydi. Unda bilinmaydigan ahvollar ko'rilmaydi. Ilib olgandan keyin shunday jajimolardan shu loqlardan
Lakin şundaq bir ödüm dadi qılıb alımız. Bugün astığa mavi çajimon çaplayımız. Ay üstüye mahıl kirpikni çaplayımız. Astı kirpik bilen kızlar üstü kirpikni çaplap boğa alet müşündaq çıqdı adetdə kirpik çaplağa vaxtlanlara. Ana deyib ki, kirpik hazır çaplap oluşaq. Hazır yenşensizimiz yenşeni qızlar şu göz onlarına üç tərəfini azraq. Ana deyib ki, mən arqadır lam azraq lamsız tatıb çıxasana buldu. Cemon sıqılan deyib kızlar. Sayxon beriş gəldi uşaq qızlar. Sayxonu bugün mavi sayxonu çıxdınız kızlar. Müşünü bir bax eləyəm. Bir şey gəlmişəndə lam bəsana buldu. Baba qadan jiray. Lakin Alifba'ya baxanlarda imkanlara, lakin burnumuzdan uçuğa, azazdan bəsanlar buldu. Çilyanı qızlamış o şurun bəndən içirik muş axıranda bəsanlar bulmuşdu. Modasın coşuyan ki şuazını eplan, aykim şey birlan qısanlatdı, medal kildi. Almış Lego'da iştirakdan iştirakı birimiz. Əgəndən ki, muş o falimonumuz var. Axırda çilyan qılan bilə qımğandan anca fərqi var. Ən axırda qoğuşluğumuz qızlar. Qoğunum şuna çüşənbi boqasa, çüşənbi də iğzalanan şəkilsiz çıxırğan deyən aykim qoğuşluq sanlar buldu. Almış astıdan bir sızıq tatıb qılıb alımız. Aykim astıdan Müşta yu alətdə bir azana buldu. Müşündə qalətdə sıp çıxırğandan keyin mavu çüşənbinin mayeri şuazda mani yuran qılımız. Qoğunğa bir xil dibal xalətdə çıxan və qınaqamız qoğuşluq yanlar. Hazır qırmızı nəyimiz bitdi qızlar. Lakin bir yerlər bir xil içilməyəndə şunaq o. Nim içimdə deyəndə biz dəqiq qavqan bəmdə qavqan birimiz hazır. Qavqan ilə burnumuzdan uçuğa, aykin burnumuzdan üstüyə, aykin gözümüzdən uçuğumuzraq birimiz. Qulumuzda. Qulağına bəsalan buldu, bunu çotqu bəsalan buluyor verdi. Qışımızda mavu sünyak bayaga qavqanı bir olmaz. Aykin yüzümüz mi yerləgən bir olmaz qızlar bir xil peysi paqaydı. Qızımızdan uçuğumuzraq bir olaydı. Naqızlar sizə bugünkü qırım axırlaşdı. Şunçilik, şunçilik ina qalətdə sözləbədim qızlar. Davamlıq mənim şu qırım üçün qırım bu dediyin qızlar bu qasa başladık öndərində davamlıq xasanız buldu. Əmsələr qızlar xeyir xoş.